Hurmat- Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuni o'rganishdan asosiy maqsad demak kaliyli o'g'itlar xomashyosi, konlari va kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish va ularning xossalari mavzusida demak video ma'ruza darsini davom ettirmoqchiman. Bu yerda bitta narsaga e'tibor berishlaringiz kerak bo'ladi. Bu kaliyli o'g'itlar xomashyosi, kaliyli o'g'itlarni ishlab chiqarish, kaliyli o'g'itlarni demak hosil olish, kaliyli o'g'itlardan samarali foydalanish uchun biz albatta dunyoda bo'layotgan jarayonlarni ham o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi video ma'ruzamizda shu narsalarga e'tibor beramiz. Ya'ni butun dunyoda kaliyli ishlab chiqarish ahvoli qanaqa? Kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talab qanaqa? Kaliyli o'g'itlarda asosiy talabgorlari qaysi ekinlar? Va qaysi davlatlarda ko'proq ishlab chiqariladi va eksportyorlar kimlar? Mana shu narsalarga biz javob topamiz bu ma'ruza davomida. Va ma'ruza mavzusi shundan iborat. Bo'lmasa boshladik. Demak, kaliyli xomashyo konlari, kaliyli o'g'itlar, umuman kaliydan samarali foydalanish bu ko'p jihatdan uning nimadan olinganligi va qanday o'g'it sifatida ahamiyatini biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Kaliyli o'g'itlar umuman kaliy xomashyosidan faqat o'g'it sifatida foydalanishdan tashqari yana bioyoqilg'i, porox va turli sanoat kimyoviy vositalari ham bundan tayyorlanadi. Ya'ni kaliy xomashyosidan tayyorlanadi. Endi aksariyat kaliy xomashyo konlaridan olinadigan mahsulotning aksariyat qismi qishloq xo'jaligida kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Bundan tashqari demak o'sha yuqorida aytganimdek kaliyli moddalardan boshqa maqsadlarda ham bioyoqilg'i, porox va turli sanoat kimyoviy moddalar olishda ham demak ishlatiladi. Endi mineral o'g'it sifatida kaliyning ahamiyatini juda muhim. Ko'pchilik o'ylaydi kaliyli o'g'itlar shart emas, kaliyli o'g'itlar unchalik muhim emas. Azot yoki fosforli o'g'itlarni bersak bo'ldi degan bir tasavvur paydo bo'lib qolgan oxirgi yillarda. Albatta bu noto'g'ri, chunki kaliyli o'g'itlar o'simlikda butun tanasi bo'ylab harakatlanadi. Ya'ni tanasida bo'ladigan moddalar almashinuv jarayonini nazorat qiladi. Biz kaliyli o'g'itlarni yaxshi bermaydigan bo'lsak, kaliyli o'g'itlar bilan yaxshi ta'minlamaydigan bo'lsak, ya'ni kaliy oziq elementi bilan o'simlikni ta'minlay bilmasak, undagi azotdan o'zlashtirish koeffitsiyenti ham, fosfordan o'zlashtirish koeffitsiyenti ham yuqori bo'lmaydi. Nima uchun bizda respublikamiz tuproqlarida kaliyli o'g'itlar, azotdan foydalanish koeffitsiyenti ham juda past, fosfordan foydalanish atigi 20% atrofida. Boshqa davlatlarda ham shunaqa, lekin bundan ham masalan samaraliroq foydalanish yo'llari hozirgi kunda jahon amaliyotida mavjud. Shu narsani demak o'sha kaliyli o'g'itlardan, azotli o'g'itlardan, fosforli o'g'itlardan samarali foydalanishning asosiy yo'llaridan bittasi kaliyli o'g'itlar qo'llashdir. Shuning uchun kaliyning ahamiyati juda yuqori. Hech qachon bu oziq elementlar, eng muhim elementlar, ya'ni makro elementlar deymiz, o'simlik talabi uchun asosiy makro elementlar sifatida bu kaliy ahamiyati juda yuqori hisoblanadi. To'g'ri, respublikamiz tuproqlarida bu holat, ya'ni oziq elementlar zaxirasi birmuncha yuqori, masalan 2-2,5%gacha, 1,5dan pastda 2-2,5%gacha demak kaliyli o'g'itlar umumiy zaxirasi mavjud. Buni harakatchan zaxirasi 2-3% atrofida bo'ladigan bo'lsa, juda kam miqdorda harakatchan zaxirasi bor. Ya'ni bir yil davomida o'rtacha masalan 100 kilo, 150 kilo, boringi 200 kilo miqdorda harakatchan formaga o'tadi deylik. O'sha kaliyli umumiy kaliydan harakatchan formaga o'tadi. Bu o'simlikni intensiv oziqlanish davrida yetarli bo'lmaydi. To'g'ri, masalan daraxtlar, boshqa ekinlar ekib qo'ysangiz albatta yetarli bo'lishi mumkin. Davomida daraxtlar sekin asta-asta iliz otib borib, chuqurlashib borib, butun tuproq bilan sekin ta'sirlashib, o'sha tuproqdagi kaliyni eritib hazm qilishi mumkin. U yetarli bo'lishi mumkin.
haligi intensiv oziqlanadigan davri, asosiy aktiv o'sadigan vegetatsiya davri 2-3 oyni tashkil qiladi o'simlik, ko'p o'simliklar. Mana shu 2-3 oyda biz kaliyli o'g'itlar zaxirasini u yerda suvda eriydigan formada shakllantirib qo'yishimiz kerak. Mana shundagina biz o'g'it samaradorligini oshirgan bo'lamiz. Mayli, bu kaliyni ahamiyati haqida ozgina gapirib ketdik. Demak, kaliyda dunyo bo'yicha kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talab million tonna hisobida. Albatta bu ma'lumotlarni FAO'ni umuman o'g'it bilan ishlab shug'ullanadigan tashkilot bor. Jahon miqyosida o'g'itlarni o'sha statistikasi bilan shug'ullanadigan tashkilot ma'lumoti asosida tayyorladim. Albatta ularga rahmat aytamiz. Endi bu dunyo bo'yicha kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talab 2010-yilda 27 million tonna oziq element hisobida talab bo'lgan. Dunyo bo'yicha kaliy o'g'itlarga talab. Shundan asosiy qismi, masalan, Xitoy Xalq Respublikasi 20%gacha, Amerika Qo'shma Shtatlar 16%gacha, Braziliya 14%, Hindiston bo'lsa 13%gacha, boshqa butun davlatlar 37% tashkil qiladi. Ya'ni asosiy talabgor davlatlar mana 4 ta katta davlatlarni tashkil qilyapti. Mana 13%, Braziliya 14%, Hindiston demak 13%, Amerika Qo'shma Shtatlar 16%, Xitoy 20% tashkil qilyapti. Ular asosiy talabgor davlatlar. Undan tashqari boshqa davlatlar ham talab qiladi, ular nisbatan kam foizlarda. Butun respublikada dunyoda mavjud davlatlarning 37% demak o'sha kaliyli o'g'itlarni talab qilsa, qolgan 4 ta davlat mana shunaqa ko'p talab qilyapti. Demak, talab bo'yicha tushunib oldik. Bu jadvalimizda o'sha tonnalarda keltirib o'tilgan. O'sha tonnalarda keltirib o'tilgan 28 jahon bo'yicha masalan 2010-yilda 27 million tonnani tashkil qilgan bo'lsa, elementlarga talab shunaqa bo'lgan bo'lsa, demak 2020-yilda 28,5 million tonnani tashkil qiladi. Xitoy 6 million tonna shundan, demak Amerika Qo'shma Shtatlar 4,5, Hindiston 3,7 million tonnani tashkil qilyapti. Indoneziya, Malayziya, Belarus, Germaniya, Fransiya, Yaponiya kabi boshqa davlatlar ham demak sekinlik bilan bu nimani kaliyli o'g'itlarga talabi ortib bormoqda. Dunyo bo'yicha kaliy ishlab chiqarish 2010-yil 34 million tonnani tashkil qilgan. Demak, potash production deydi. Potash fertilizer production. Demak 2010-yil 34 million tonnani tashkil qilyapti. Asosiy demak ishlab chiqaruvchi davlatlar qaysilar? Kanada 16% tashkil qilyapti, Rossiya Federativ Respublikasi 12%, Belorussiya 8%, Germaniya demak 4%, Xitoy 3%, Isroil 3%. Butun boshqa qolgan davlatlar esa 54% tashkil qilyapti. Ya'ni 3% dan kam ko'rsatkichlarni tashkil qilganlar bu yerda keltirilmagan. Keyingi dunyo bo'yicha kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarishda demak bu raqamlarda ko'rsatilgani 2010-yilga statistika bo'yicha ko'rib chiqdik. 2020-yilda bu ko'rsatkich 2020-yilda dunyo bo'yicha 35,6 million tonnani tashkil qilayotgan bo'lsa, Kanada demak bu o'sha ketma-ketlikda tonnalarda keltirib o'tilgan. Keyingisi demak dunyo bo'yicha kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish quvvati, umuman zaxirasi, potash imkoniyati desak bo'ladi, 42 million tonnani tashkil qiladi bir yil hisobida. Hozirgi kunda o'sha 34 million tonna miqdorida kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, 34 million atrofida chiqilayotgan bo'lsa, 2010-yilda 42 million tonnagacha demak 34 millionni ishlab chiqarilgan bo'lsa, 42 million tonnagacha demak zaxirasi bor, imkoniyati mavjud ekan. Boshqa oziq moddalar bilan solishtirganda kaliy sanoati yuqori darajada barqaror bo'lib, Kanada, Rossiya, Belorussiya va Germaniya va jahon kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarishning 4 dan 3 qismini ko'prog'i to'g'ri keladi. Bu yerda bitta e'tiborga molik jihat bor. Mana shu azotli, fosforli o'g'itlarda nisbatan o'g'itlar zavodlarida davlat ulushi yuqori bo'ladi. Davlat ulushi yuqori, ya'ni davlat korxonalari tomonidan ishlab chiqariladi.